haqiqiy amerikanskiy Godzillaga ovozi o'xshaydimi yo'qmi? Bitta ko'ramiz, ketdik. Tuyningchilarning olamida juda ham katta mashhurlikka ega bo'lgan ishonchli Nadyojny 7.3 litrli dvigatel. Ko'pchilik xohlagan motorini ishonchli deyishi mumkin. O'zi aslida ortiqcha sistema yoki turban nadufli qo'shilmagan motorlar eng ishonchli motorlardan hisoblanadi. Kam sistema, kam buzilish. Qonun-qoida shu. Silindrlarning bloki chugundan bo'ladigan bu dvigatelimizda 7.3 litrli va obrazli 8 silindrli atmosferli dvigatel bo'ladi. O'zidan 430 ot kuchini daqiqasiga 5,5 ming obroti bilan va Shimamет esa 644 km daqiqasiga 4000 obroti bilan. Bu dvigatelning chugunni borligini sababi esa maksimal darajada og'ir yuklarni, og'ir bosimlarni ko'tara olishga yordam beradi. O'zi aslida amerikanskiy katta tijoloves superdati pikaplari uchun o'ylab topilgan dvigatel bo'ladi bu. Tuning ustalari uchun darabotka qilishi uchun potensiali juda ham katta motor hisoblanadi bu. Misol uchun supercharger agar bunga qo'shiladigan bo'lsa, magnitatligi 700 dan 800 gacha ot kuchi ko'payishi mumkin. Lekin yanada uni kuchaytiraman desangiz, bemalol 1000 ot kuchidan ham ko'paytirsangiz bo'ladi. Yoqilg'i xarajati mix holatda kam emas, 22 litr atrofida bo'ladi. Agar nagruska bilan ishlaydigan bo'lsangiz, 30 litrdan ham oshib ketishi mumkin. Lekin Ford kompaniyasi buni oldini olish uchun juda ham kam oborotda ishlaydigan 10 pog'onali uzatmalar qutisini o'rnatgan bo'ladi. Narxi esa bor yo'g'i turgan joyini o'zida $11,995 ekan.